Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla siz bilan bizni qaysinimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun o'lim bilan hayotni yaratgan. Bu dunyo sinov uchun keldik uni ichiga biz. Bu dunyoda 100% huzur halovat, doimiy bir komfort, doimiy bir huzur halovat bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo aytadi: "Va mal hayatud dunya illa mataul g'urur." Bu dunyo faqatgina mataul g'urur, insonni oldiadigan matohlardan boshqa narsa emas. Boshqa oyatda: "Va ma hayatud dunya illa lahvun va la'ib." Bu dunyo o'yin kulgu, maza bemazagarchilik. "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratga borganda ozgina narsaga aylanib qoladi. Bir rolik ko'rdim. Bir odam qo'lida arqon ushlab turibdi. Bir 15 metr cho'zilgan, boshiga izolenta o'rab qo'yibdi 1 santimetriga. Endi tasavvur qilinglar deyapti. Mana shu arqon deyapti. Cheki yo'q deydi. Mana bu 1 santimetr izolenta o'ralgan joyi dunyo hayoti deyapti. Oxiratda tasavvur qilishinglar uchun shu narsaga deydi fikr qilinglar deydi. Necha million kilometrli ip bo'lsa, u yog'i oxirat hayoti, boshidagi 1 santimetr izolentasi dunyo hayoti deyapti. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti: "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratda oldi ozgina bo'lib qoladi. 1000 yillab yashagan kofirlarga qiyomatga borganda, do'zaxda kuyayotganda qancha kun dunyoda turdinglar? Dunyoda qancha turdinglar desa, bir kun yo yarim kun. Fasalil adin yozib turgan farishtalardan so'ra deydi. Demak, mana shu vaqtincha ozgina bo'lgan hayotda siz bilan biz atrofimizda bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib jazavaga tushamiz. Hayotni boricha qabul qilishlikka e'tibor bermaymiz. Hammani o'zimiz xohlagandek, bizga yoqadigan bo'lishini xohlaymiz. Bugungi mavzuyimiz hayotni boricha qabul qil. Fama mataul hayatid dunya fil oxirati illa qalil. Oxiratga borganda bu dunyoni matohi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Ozgina sabr qilaylik, tugaydi. Bu dunyo qanaqa joy? Qiyinchilik, mashaqqatlarning koni, g'am tashvishlarning makoni, lazzatlarni ketkizuvchi o'rin, tinimsiz tuslanib turadigan, ko'ngilsizlarga to'la, yo'li mashaqqatli bo'lgan bu dunyoki, sen bilan men birodar mana shu dunyoni g'am tashvishidan siqilib bo'g'ilib yuribmiz. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Hayotning mashaqqatlariga qayg'urma. Zero u shunday yaratilgan. Bu hayotning asli mashaqqat,